Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Zegroman. Kirishdik do'stlar, hozir Rahmon kanaliga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Qanunda videoni boshladik. Xullas 1 oy 500 minut bilan yashadim. Sizlar bilan Zegroman, meni yangi videoga xush kelasizlar. Do'stlar, kirishdik, men hozir hamma pulimni ishlatib yubordim. Afsuski, lekin bugun mening bayramim, shuning uchun pul topish menga qiyin bo'lmaydi. Do'stlarim menga pul olib kelgan bo'ladi. Bu aniq. Qanunda ketdik. Qani tezroq boraylikchi. Do'stlarim sandiqqa qo'yib ketishibdi pulni. Menga hozir aytishdi, shuning uchun videom qoldi. Bu meni yo'q qishloq qilaysan, bugun men o'g'lingim. Albatta real hayotda emas, o'yinda. Ana bitta izmirot qanaqa? Axir men ularga ko'p bergandimmi? Mayli. Nima bu ham bitta izmirotmi? Nima ular hazillashyaptimi? Yo, bu ham bitta izmirot. Bu ham bitta. Nima bular meni ustimdan kulishyaptimi? Axir men ularga nima bergandim? Siz endi men bu izmirot bilan nima qilaman? Kechikirib qolyapsiz meni endi. Endi uxlashim kerak, afsuski. Siz amalab olay. 5 ta ham berisham, 5 kishi nomardlar. Hali ko'z-ko'zga tushganda uchrashamiz ular bilan. Qani bo'lmasam ketdi endi uyga. Tezroq boray endi. Yo'q, qishloq qilaysan. Beketan, sen meni olib borishing kerak balki. Nimaga? Axir o'zing so'z bergandek bilaman. Rostdan ham siz bergandimi, meni esimdan chiqqan sizki. Esimdan chiqqanini. Qancha meni olib borasan. Bodi uxlab olay. Saldan olay bo'ldi. Endi qishloqqa o'zi chiqib ketdi. O'zim qani ketdim endi menim. U yerga borayinchi. Qaydan siz berdim qishloqqa? O'zi pulim kam edi. Mana keldim. Yo'q. Qishloqqa shakar o'ryapti. Xullas, bularningiz qancha? 2 zumrad. Nima 2 zumrad bo'lmaydi. Mayli, endi qishloqqa seni uchun qildim mana. O'zim uyga kirib oldim, chiq yaramas. Siz nima ish ketyapsiz? Meni abetim bo'lmagandi, meni hali ham chiqarmayapti. Toza hayot. Ozodlik. Mayli, men barman pulni qo'yib ketaman. Meni kezimrod. Qishloqqa qani yur. Men pul to'ladim bu yerga sen deb. Yur endi, ketdik. Qani nonlaringiz qancha bo'ldi? Mana peshtaxtada yozib qo'yilgan. Nima? Qani o'qiylikchi? Nonlarimiz 300 rubldan. Eng arzon narx nima? Shu arzon 300 minut. Arzon, boshqalarida qimmat. Mayli, menga o'yinglar. E'tibormay qoldi. Mana endi bitta non qayga ketdi? Yo'q, emas, kunimligi aniq. Oldi, men endi buni olamiz. Endi uni qishloqqa berishim kerak. Qishloqqa qayerdasan? Mana qishloqqa menga bitta ham bermasdan nonni o'zi g'ajidi. Yaramas. Yur endi, mana uyga kirib olasan. Mayli, qishloqni endi o'zi kirib oladi. Men shu joyga javob kelib qo'ydim endi. Do'stlar, qishloqqa endi o'zi kirib oldi. Men endi uyimga ketdim. Endi men uyimga ketyapman. Xullas, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, qani ketdim uyimga, tezroq boring. Bu yerlarda men zerikib ketdim. Uyimga tezroq borishim kerak. Qani. Endi narsalarimizni qo'yamiz.
judayam qornim ochib ketdi. Bekar qishloqqa borib yurgan hammayli. Lekin men endi o'g'irlik qilishga majburman. Mana ketdan qochdim. Uni ushlanglar. Uni yaramasdi. Meni hech kim tutib ololmaydi. Meni qornim to'ydi endi. Lekin meni qamab qo'yishdi shu vaqtda. Lekin bu yerda biroz yaxshi bo'ldi. Qornim och qolsa ham bular ovqat berishdi. Va men bu yerda ko'pchilik bilan tanishdim. Yo'q, biroq qalay. Yaxshi. Bu yerda qanchadan beri o'tiribsiz? 5 yil bo'ldi. Yo'qmi-yo'q? 5 yil mayli. Men lekin bir oydan so'ng chiqib ketaman. Mayli endi. Korotchida senga maslahatim boshqa bunaqa emas. Bo'ldi unaqa emas. O'zim endi 5 yildan o'tardim. Mayli, ozodlik. Men qamoqxonani qaytib sog'inmayman. Ozodlik. Meni bugun bayramim. Kecha emasmi bayram? Kecha edi. Do'stlar va men o'zimni 1 yildan beri yig'ib yurgan izumrudlarimni topib oldim. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, video endi shu joyda tugashiga majbur bo'laman, lekin bir tomondan xursandman. Chunki men izumrudlarimni topib oldim. Xullas 1 oy 5 izumrudga yashadim.